Hop, assalomu alaykum barchalaringizga. Ko'rib xursand bo'ldim. Ismim Sobitjon, o'zim nevropatologman. Toshkent shahrida, Chilonzorda Assa Hospital degan klinika bor. Shu yerda bo'lim mudiriman. O'sha yerda nevrologiya bo'limini ochganmiz. Ustozimni balki kimdir eshitgandir, professor Zarif Ibodullayev. Shularda shogirdlari bo'laman. Ular neyropsixolog, tibbiy psixolog, birinchi bazalari nevrolog bo'lganlar. Keyin nevrologiyadan neyropsixologiya bo'yicha, ya'ni insonni aynan bosh miya yarim sharlari bo'yicha ilmiy ish qilganlar. Undan tashqari yana tibbiy psixologiyaga asos solgan. Tibbiy psixologiya deganda qo'rquv, xavotir, vahima, depressivni holatlar, shular bo'yicha asos solganlar. Shularning shogirdlariman. Davron aka Turdiyev bilan anchadan beri faoliyat yurg'izamiz. Salkam bir 5 yil bo'ldi shekilli. Gaplashib, bu yoqdan. Xo'p. Bugun mavzu uyqu haqida ekan. Uyqu haqida va uni uyquni miyadagi boshqarilish mexanizmlari bo'yicha men tushuntirib beraman. Buni ilmi juda ham oson, juda ham sodda. Agar tushunib olsalaringiz, ichki organizm nima deyotganini, ichkaridan qanaqa signal kelayotganligini bilib olasizlar. Shunga qarab turib o'zlaringiz boshqaraverasizlar. Shunda har xil mayda-chuda savollar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Faqat bunda amaliyotini o'zlaringiz qilishlaringiz kerak. Ya'ni sizlar tomonga bog'liq bo'lgan joylari bor, shularni o'zlaringiz qilishlaringiz kerak. Men birinchi savol bilan murojaat qilmoqchi edim, ikkita-uchtalaringizga. Uyqu haqida o'zlaringizning nima tushunchalaringiz bor? Erkin, xolis gapirsalaringiz bo'ladi bemalol. Uyqu haqida kim nimani tasavvur qiladi uyqu deganda? Dam olish, energiya, yana tinchlanishi, qayta kuchlanishi, to'pato'g'ri. Ya'ni buni sizlar qayerdan bilyapsizlar? Buni sizlar his qilgansizlar. Shu ya'ni yaxshi uxlab turganlaringizda uyquchanliklaringiz ketib, energiyaga to'lganlaringizni bilgansizlar. Qaysidir paytda kechasi bilan aeroportga borib, yana kunduzi shunaqa kesalaringiz, o'sha kunni o'zi bekor o'tib ketganligini sezgansizlar. Lekin qachondir o'sha ishga amalni to'g'ri qilsalaringiz, effektini ko'rgansizlar. O'sha narsani mexanizmi bor bosh miyada. Mana oddiy misol, hozir ruchkani ushab, bunaqa harakatimi ham bosh miyada markazlari bor. Shu asosida ishlab beradi shu narsa. Demak, uyquni ham bosh miyadagi o'zini markazlari bor, o'zini funksiyalari bor, o'zini fiziologiyasi bor. Shuni tushuntirib beraman. Uyquga ta'rif. Uyqu bu faollik bilan kechadigan biologik jarayon. U energiyani tiklaydi, miyani tozalaydi va hujayralarni yangilaydi. Uyquni markaziy asab tizimi tomonidan murakkab neyronlar tarmog'i boshqaradi. Ya'ni bittagina hujayra emas, balki minglab nerv hujayralari shu narsa uchun ixtisoslashgan. Misol uchun, qo'lni harakati uchun alohida nerv hujayralari bor. Oyoqni harakati uchun alohida nerv hujayralari bor. Oshqozoncha faoliyatingizni boshqaruvchi sistema uchun alohida. Demak, uyqu uchun ham alohida mexanizm bor. Biz organizmdagi aynan uyqu mexanizmini ko'rib chiqamiz. Xo'p, uyqu bu passiv holat emas. Ko'pchilik passiv holat deydi. Tashqaridan qaraganda passiv, lekin miyani eng aktiv holati uyqu hisoblanadi. U faol boshqariladigan fiziologik jarayon. Ikkita asosiy kuch orqali boshqariladi. Birinchisi gomeostatik kuch. Gomeostazni eshitgansizlar. Organizmda gomeostazi, ya'ni tinchlik holati, ya'ni o'zini tiriklik holatini gomeostaz deydi. U o'zini o'sha tarkibiy jihatidan mustahkamlab turadi. Ya'ni gomeostatik bosim bu. Qancha uzoq siz uyg'oq bo'lsangiz, shuncha uyqu ehtiyoji ortib boraveradi. Mana shu muvozanatni ushlash kerak. Ikkinchi kuch bu sirkada ritmi. Sirkada ritmi taxminan 1729-yillarga borib uriladi, lekin asosiy ilmi 1950-yillardan boshlangan. O'simliklarda, hayvonlarda insoniyat kuzatganda sirkad ritmiga ko'zi tushgan. Shu sirkad ritmini sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, sirkada ritmi bu miyangizni soati. Qo'lingizda soat bor, telefoningizda soat bor. Shu bilan bir qatorda miyani o'zini soati bor. Insonning miyasini soati ikkita qismga bo'linadi. Ya'ni kunduzgi vaqt va tungi vaqt. Shunga bo'linadi. Endi hayvonlarda ham sirkad ritmi bor. Misol uchun boy o'g'lini misol keltirsangiz yoki tunda ov qiladigan hayvonlarni misol keltirsangiz, ular tunda aktiv bo'ladi, kunduzi bo'lsa passiv bo'ladi. Misol ko'rshapalaklar kunduzi uxlaydi, kechasi bo'lsa ov qiladi. Inson kunduz aktiv bo'ladi, tunda esa uxlaydi. Mana shu sirkad ritmini men mexanizm bilan tushuntirib beraman. Keyin shunda sizlarda nima uchun kechqurun uxlashimiz kerak, nima uchun ertalab oxli turishimiz kerak? Shu savollarga bemalol javob topasizlar. Sirkad ritmini
bosh miyadagi talamus sohasi boshqaradi. Talamusda ikkita qismi bor, uchta qismi bor. Talamusni o'zi, gipotalamus va epitalamus. Epitalamusda aynan epifiz qismidan, ya'ni pineal gland degan epifizdan melatonin ishlab chiqariladi. Qachon? Stimulyatsiya qachon bo'ladi? Ko'zdan yorug'lik ketib, qorong'ulik tushgan paytda ko'zga stimul beradi va bu aynan epifizni faoliyati va miyada melatonin miqdorini oshiradi. Melatonin miqdori taxminan soat 18:00, ya'ni kunga qarab. Misol uchun hozir kunlar qisqa, soat 5:30 da ham qorong'i tushib qolyapti. Shundan stimullanib boshlanib 22:00, 23:00 gacha maksimal darajada miyani qoplab oladi. Ya'ni melatonin qoplab oladi. Va natijada miyani aynan korteks deydi, postloq qismini faolligini pasaytiradi. Ya'ni bizni tashqariga reaksiyamizni pasaytiradi. Misol uchun bitta ish qilayotgan bo'lsangiz, kech payt bo'ldi, endi og'ayni to'xtataylik, ertaga boshlaymiz. Tushunyapsiz? Aynan shu narsa bilan bog'liq. Endi inhibitatsiya qiladi, deyapti. Ya'ni yorug'lik nima qiladi? Yorug'lik buni parchalab tashlaydi. Ya'ni epifizni faolligini pasaytirib qo'yadi. Natijada hosil bo'layotgan melatoninning miqdori pasayib qolaveradi. Tushundingizmi? Shuni hisobiga uyqu vaqtlari o'ynashni boshlaydi. Misol uchun e'tibor bersalaringiz, soat 10:00, 11:00 da kimdadir yaxshi uyqu keladi. Uxlayman deysizlar, da telefon keladi, nimadir keladi, birdan uyqu qochib ketadi. Keyin hali uyqu vaqtini kutasizlar. Soat 12, 1 bo'lgandan keyin yana uxlaysizlar. Tushundingizmi? Mana shu mexanizm, ichki mexanizmni endi maydalab ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi bu mana miyani ichki qismiga qaraymiz. Aynan sirkat ritmini talamusdagi supraxiazmatik yadro boshqaradi. Aynan shu yadro bizani tungi uyqumizni boshqaruvchi asosiy markaz hisoblanadi. Shundan hamma moddalar tarqalishni boshlaydi. Gipotalamus. Xo'p, mana aytdik, melatonin ajraldi, miya faolligini pasaytirdi, tashqi signallarni to'sdi. Endi uyqu fazalariga o'tadi. Uyqu fazalarini birma-bir ketma-ket endi ko'rib chiqamiz. Tushunlaringiz, birinchi nima qildik? Uyquga tayyorlandik. Shom bo'ldi, stimullar kam edi, miya sekin passiv rejimga o'tdi, lekin o'zi uchun aktiv, siz uchun passiv. O'tdi. Endi bizani miyamizni ichida alohida neyromediatorlar, neyrotransmitterlar deydi. Mana eshitgan bo'lsalaringiz, balki darslarda Davron Turdiyev aytadilar, asetilxolin degan modda haqida, kortizol, adrenalin, noradrenalin haqida gaplashgansizlar. Aynan shu moddalar endi mana shu supraxiazmatik yadrolarni o'zidan ishlab chiqarib beriladi. Xo'p. Bu o'sha sxematik tarzda hozir men buni yana qayta sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, neyrobiologik asoslari. Neyrobiologik asosi aynan uyquga javob beruvchi neyromediatorlar bilan bog'liq. Ya'ni qaysidir neyromediator bizani faolligimizni ta'minlab bersa, qaysidir neyromediator bizni uyqumizni ta'minlab beradi. Misol uchun hamma biladi kortizol. Kortizolda nima deymiz? Stress gormoni deymiz. Stress u kortizol bo'lmasa bo'lmaydi. Bu normal kortizol hisoblanadi. Soat kortizol qachon ishlab chiqariladi? Ertalabki vaqtda soat 6:00 dan asta-sekinlik bilan ishlab chiqariladi. Kortizol butun organizmni tiniqlashtirib beradi. Melatonin miqdorini kunduzgi melatonin to'liq parchalab tashlaydi va natijada inson aktiv bo'dri yuradi. Kunduzi vaqtda ham mana obed vaqtida uyqu kelib qoladi. U uyqu kelishi boshqa gormon bilan bog'liq, bu adenozin bilan bog'liq. Adenozin nima? Siz energiya sarflaysiz, kitob o'qidingiz, ilm o'qidingiz yoki bo'lmasam raqam yodlashga harakat qildingiz, miya avtomatik tarzda charchaveradi. E'tibor bersalaringiz, shu paytda nima bo'ladi? ATF degan narsani eshitgansizlar hamma, energiya manbai. Parchalanadi, oxirida qoldiq massa sifatida adenozin hosil bo'ladi. Adenozin miyaga o'tirib qoladi, natijada miyani faolligini pasaytirib uyquni keltiraveradi. Kunduzgi uyquni kelishligi adenozin bilan bog'liq. Kofe ichgan paytda kofein adenozinga yo'l bermasdan retseptorga o'tiradi. Natijada aktivlashib qoladi. Tushunlaringiz? Kofein mexanizmi shunda. ATFni o'rnini parchalangan qoldiq massani miyaga o'tirib qolishdan saqlaydi, kofein o'tirib oladi. Natijada yana inson bodri bo'lib, yana aktiv bo'ladi. Shuni kofein boshqaradi. Shuning uchun ham odam o'zi nima deydi, sun'iy ravishda o'rganishni boshlaydi. Nimaga? Vaqtimdan unumli foydalanib olay, ozgina kofein ichida, men bu biznes planimni qilib qo'yay deydi. Savobdagi bitta shu joyda savol. Deyman.
Kimdir kofe ichgisi kelsa aytinglar hozir bog'lab qo'ying. Ha. Haziz chunki hozir Shunaqa. Ha. Shundoq. Shunday. Hozir qora apetit. Bemalol. Ha. Amerikan kofe? Amerikan yana nima yana kimga? Olib kela qolsak bo'lar ekan. Bitta kofe yetib qolgan. Nima bilan? Kim kofe ichadi? Olganlar. 3, 4, 5, 6, 7. Ana 7 kishi kofe. 3 ta Amerikanda 4 ta yana bir sotib chiqadi. Savolda to'g'ri deb ketdi. Ha. Bersa bo'ladi, bemalol. Kechqurun ovozdan uyquga ta'sir qiladi masalan. Ovoz shovqin bo'lib tursa, shu melatoninni kesadi, nima bo'ladi? Albatta. Biz tashqaridan sezgini qabul qilamiz. Sezgilarni qabul qilish ikki xil bo'ladi. Spetsifik sezgilar bor. Mayli, spetsifik sezgi bo'ldi. Ko'chan tilida aytganda mana hid bilish, ko'rish, eshitish, ta'm bilish bu maxsus sezgilar hisoblanadi. Tushunyapsiz? Ya'ni eshitish uchun miyada ko'p joy ajratilgan. Shuning uchun ham miyani stimulyatsiyasi katta hisoblanadi. Tushundingizmi? Qulog'ingizga narsa taqib yotsangiz yoki bo'lmasam har xil shovqinli joylarda melatonin miqdorini parchalab tashlayveradi. Hid ham xuddi shunaqa. Ko'rish yorug'ligi ham xuddi shu narsa, parchalab tashlayveradi. Keyin ko'zga taqib yotishadi, foyda beradimi? Foyda beradi. Hozir uni anaqa profilaktikasi bor, uyquni keltirish hammasi unga kelganda aytamiz. Biz hozir maslahatlarni beramiz. Ha. Hozir miyalaringizda bundoq nima deydi, ma'lumot shakllanib olish kerak, bitta ilm bo'lib qolish kerak. O'sha ilm asosida keyin bemalol olib yursalaringiz bo'ladi. Men bergan ma'lumotlarni, mana hozir ChatGPT bor, sekin tekshirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Misol uchun men gamma aminomoy kislota desam, GAMK desalaringiz, bu uyquga javob beradimi desangiz, sizni tasdiqlaydi. Miyangizda qanchalik tasdiq ko'p bo'lsa, siz shu narsaga ishonasiz. Bo'lmasa bu oddiy leksiya, nazariy sifatida qolib ketadi xolos bu. Ha, bularga beraman. O'zi shu yerda qoladi, bemalol olib ishlataverasizlar. Xo'p. Endi bizni uxlaganimizda qaysi gormonlar ko'tariladi, qaysi gormonlar miqdori pasayadi. Birinchisi mana melatonin dedik. Melatonin uyquni boshqaruvchi, hali nima deydi? Dirijor hisoblanadi. Tushunlaringizmi? Miyaning dirijori hisoblanadi. Qancha melatonin ko'p bo'lsa, uyqu miqdori ham, uyquni tartibi ham shuncha zo'r bo'ladi. Kortizol tunda pasayadi, tongda esa ko'tariladi. Ya'ni kortizolni miqdorini oshishligi, aktivligi ham sizni uyqu vaqtingizga bog'liq. Agar siz uyquni vaqtini to'g'ri baholab, yetarli vaqtda uxlamasangiz, kunduzgi kortizolni ham ola olmaysiz. Kunduzgi kortizolni ola olmaganingizdan keyin siz aktivlik darajangiz ham past bo'ladi. Tushundingizmi? Shu bilan bog'liq. Endi o'sish gormoni. O'sish gormoni yosh bolalarda juda ham katta. Bu yerda onalar ham o'tiribdi. Bola uxlaganda uni bezovta qilmaslik kerak. Bola qancha ko'p uxlasa, u shuncha tez o'sadi. Tez o'sishi aynan gormon, ya'ni sabab gormonlar unga bog'liq. Endi hayotdan kattalarga misol qilib beraman gormonlarni. Misol uchun men jimda ishlaydigan, bodybuildingda ishlaydiganlar birinchi nimalar ichishadi? Kreatin ichadi, protein ichadi, iste'mol qildi, qoniqmaydi. Oxirida nima qiladi? Steroidlarga o'tadi. Steroid gormonlarga o'tadi. Ulardan eng ko'pini eshitgansizlar testosteron degan gormon. Aynan testosteron degan gormon muskullarda o'sishga javob beradi. Nima uchun sportchilarni trenerlari sen vaqtida uxlashing kerak deydi. Aynan o'sish gormoni uchun. Agar ular vaqtida uxlaydigan bo'lsa, somatotrop gormonning miqdori qonda ko'payadi. Natijada ularning muskuli o'z-o'zidan kattalashaveradi. Tushundingizmi? Agar bular uyqudan urib qoladigan bo'lsa, somatotrop miqdori pasayadi, qilmoqchi bo'lgan natijasi. Misol uchun 3 yilda men shu natijaga erishish kerak bo'lgan narsa 4 yilga, 5 yilga surilib qoladi. Tushundingizmi? Unaqangi yomon ta'sir qilmaydi, qilmoqchi bo'lgan narsasi surilib ketaveradi. Shunaqa. Xo'p, shu yerda savol bormi? Tushundilaringiz-a? Xo'p, endi uyqu bosqichlari. Miyada qanaqangi uyqu bosqichlari bor? Nima hisobiga inson miyasi passiv holatga o'tadi? Birinchisi mana non-REM uyqu fazasi bor, REM uyqu fazasi bor. REM degani repeat eye movement deydi, ya'ni ko'zi harakat bilan kechuvchi uyqu. Ya'ni bunday yotganlaringizda har xil narsalarni ko'rib, ko'zni oldida gavdalanadi. Shuni REM deydi.
Ya'ni ko'z harakati bilan kechuvchi uyqu fazasi. Keyin asta-sekinlik bilan REM fazadan non REMga o'tadi. Ya'ni REM fazi bu uyquning boshlanishi. Ya'ni boshlanishi deganda darvozasi desa ham bo'ladi. Darvozadan bundoq kirib olasizlar. Keyin non REMga o'tib ketadi. Non REM bu 3 ta bosqichga bo'linib ketadi. Mana N1, N2, N3, ya'ni non REM 1, 2, 3 degan bosqichlarga bo'linib ketadi. Endi mana shu bosqichlar, mana bitta REM bo'ldi, 3 ta non REM bo'ldi. Hammasi 90 daqiqani tashkil etadi. 90 daqiqani tashkil etadi. Nima bo'ladi? REM fazasidagi birinchi miya aktivligi pasayadi, keyin asta-sekinlik bilan 3 ta bosqichga o'tadi. Har bir bosqichida o'zining funksiyasi bor. Misol uchun N1 bosqichida ma'lumotlar analiz sintez qilishni boshlanadi miyada. Ya'ni siz kunduzi ko'rgan hamma ma'lumotlaringiz analiz sintez qilinadi. Mana bu N2 fazasi bu chuqur uyqu fazasi hisoblanadi. Bu paytda inson deyarli tush ko'rmaydi. Tushundingizmi? Ana shu ikkinchi bosqichda biza aytgan mana bu gormonlar sekretsiyasi oshadi. Tushundingizmi? Chuqur uyqu vaqtida. Chuqur uyquni eslab qolish uchun men yana bitta zo'r misol keltirib beraman. E'tibor bersalaringiz, hali kech payt bir payt uxlaganlaringizda kimdir shuni uyg'otib yorsa, shuni turasizlarda aktivniy bo'lib ketasizlar. Bir xilga holatda bo'lsa, shuni turasizlarda mana shunday o'tiraverasizlar. Bo'ldi, hozir men turaman, hozir chiqaman deysizlar. Bo'lganmi kimdir hayotida? Shu narsa chuqur uyqu bilan bog'liq. Siz o'sha paytda chuqur uyqu bosqichida bo'lasiz. Tushundingizmi? Ha. Mana bu N1 bosqichiga qaytganda yoki bo'lmasam REM bosqichi deydi, birinchi bosqich, ya'ni ko'z harakati bilan. U bosqichda tursa, kimdir uyg'otsa, shatda turasiz, kiyimingizni kiyib turib ketaverasiz. Yoningizda sherigingiz bo'lsa, hali tura olmasdan ko'chaga ham kutib turaverasiz. Chiq deysiz, chiqmaydi. Nimaga? O'sha bosqichdan o'ta olmayapti u. Tushundingizmi? O'sha bosqichdan o'tish uchun bu yerda gormonlar bittasi pasayib, bittasi ko'tarilishi kerak. Keyin shunda keyingi bosqichlarga o'tishi mumkin. Tushundingizmi? O'sha narsa 120 daqiqa deydi, lekin asosan 90 daqiqa olinadi. Shundan 90 daqiqadan tunda 4 ta sikl aylanish kerak. Tushundingizmi? Ya'ni nima bo'ladi? Birinchi ko'z harakati bo'ldi, chuqur uyqular bo'ldi, yana ko'z harakati bo'ladi. Yana chuqur uyqu bo'ladi. Yana ko'z harakati bo'ladi, yana chuqur uyqu bo'ladi. Shundan 90 daqiqa bo'ladi. Natijani hisoblab ko'rsalaringiz 766, 7-8 soatga to'g'ri keladi shu narsa. Mana shu 4 ta bosqichni o'tasalaringiz, yaxshi bosqichga o'tasizlar. Ya'ni uyquni aktiv energiyasini olgan bo'lasizlar. Mana endi diniy tomondan aytib ketamiz. Ertalab nima deydi? Tahajjudga uyg'oning deydi. Tahajjudga turish oson. Misol uchun 9:10 da hisoblangda, 90 daqiqadan hisoblab chiqing uyga borib. Siz o'shanda uyquni 3-bosqichga yetgan bo'lasiz. O'sha soat 3 yoki 4 ga to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Ya'ni siz 3 ta bosqichda to'la to'kis qilib bo'lganingizdan keyin, bitta uyg'onganingizdan keyin yana namozni o'qib turib, keyingi bosqichga kelganda yana uxlashadi. Tushundingizmi? Ya'ni shu bilan bog'liq. Ya'ni inson miyasini 90 daqiqalik siklda ham boshqarish mumkin. Siz 90 daqiqalik siklni bitta olganingizda aktiv bo'laverasiz bemalol. Faqat siz unda chuqur uyqu bosqichida bo'lmasangiz bo'ldi. Nima savol bor shatgacha? Mana men buni mexanizmi shunga asoslangan. 90 mi? 4'tasi 6 soat bo'lmaydi. 2 soat. Yo'q. 90 daqiqa. Bitta siklga 90 daqiqa. Ya'ni REM fazasiga 20 daqiqa ketadi. Ani N1, N2, N3larga shunaqa. 70 daqiqani bo'lib tashlayverasizlar. Men chuqur kirmayapman, chunki N1 ga o'ziga ko'proq daqiqa ketadi, 40 daqiqa ketadi. Tushundingizmi? N2 ga yana boshqacha daqiqa ketadi. U hozir yana maydalashib ketib qoladi. O'sha 90 ketadi. Eng kam ketadigan REMga ketadi. Ya'ni ko'zni harakatiga 20 daqiqadan 30 daqiqa ketadi. Tushundingizmi? Shu uchun ham nima deydi? Telefonni uyqudan 1 soat oldin olib qo'ygan deydi. Keyin siz qutulasiz, yarim soat ichida sekin uyqu boshlanadi. O'sha REM bo'ladi. Endi qolgani N1, N2, N3 ga qolgan daqiqa ketadi. Ya'ni 70 daqiqa ketadi. Hozir endi 70 daqiqani yana bo'lib bersam charchab ketasizlar. Tushundingizmi? Ha? Qaysi? N2. N2. N3 da xotiralar aktivlashni boshlaydi yana. Kunduziga holatga o'tishga boshlaydi. Tushundingizmi? Shunaqa. Hozir mexanizmlar chiqadi. Ichida yana boshqa narsalar chiqadi. Xo'p.
Mana. Telefonni uxlasam ham bodri bo'lib qoladi. Kunduzgi payt. Ha, o'sha bu adenozin bilan bog'liq. Uni tushuntirib beraman sizga. Adenozin bilan dedim, mana bittasi kofe. Kofe o'sha adenozinning o'rniga o'tiradi, kofein o'tiradi. U ham neuromediator, kofein ham o'tiradi, aktivlikni beradi. Ikkinchisi qush uyqu deydi-ku, ozgina uxlab olasiz. Uxlagan paytda adenozinlar to'kilib tushadi. Tushundingizmi? Miya bitta nima bo'ladi? Obnovleniya bo'lib oladi, yengilgina. Shunaqa. Endi miya faoliyati har bir bosqichda o'ziga xos egi namunasi. Mana bu amaliy tibbiyot bu. Dalillarga asoslangan, isbotlangan tibbiyot. Uni qayerdan isbotlashgan? Mana egini eshitgansizlar. Ha, boshiga ensefalografiya qiladi, shundan. Mana e'tibor bersalaringiz, beta to'lqin ko'rsalaringiz miqdori mana maydalashib ketgan. Hozir hammalaringizda beta to'lqin aktiv. Ko'zni yumasizlar, alfa to'lqin degan narsa bor. Unda boshqa to'lqin paydo bo'ladi. Mana N1 uyqu fazasi, N2 uyqu fazasi, N3 uyqu fazasi. N3 uyqu fazasi eng oxirgi faza, chuqur uyquni eng oxirgi bosqich hisoblanadi. To'lqinlarni qaranglar-da. Bu yerdagi to'lqinlar soni ko'pmi, bu yoqdagi to'lqinlar soni ko'pmi? Bu yoqda bunda to'lqinlar soni ko'p, betada aktiv, bunda passiv. Bizda endi qolgan endi klinikaga taalluqli joylari bor, u komaga tushganda, boshqa narsa bo'lganda delta to'lqinlar hosil bo'ladi kasallarda. Shunaqa. Bu sog'lom odamdagi holat. Tushundilaringizmi? Bemorlarni komaga tushirib davolashadi. Ha? Bemorlarni ko'pincha komaga tushirib davolashadi. Komaga tushirib davolamaydi, bemor komaga tushib qoladi. Koma bu organizmning himoya reaksiyasi bu. Butun sistemani himoya qiladi, o'chirib qo'yadi. Ben suni koma nazar tutdim. Ba'zida bo'ladi. Suni komaga tushiradi. Koma nima deydi? Bu transformatorda yuzda yonayotgan bo'lsa transformatorni o'chirib qo'yasiz, lekin mahalla yoniq turaveradi. Shunaqangi narsa. Miya faoliyati yaxshi bo'ladi, uxlagan paytda Ha. vasстановление qiladi. Tiklanadi. O'sha tiklanish ilmini tushuntiryapman. Bu gormonlarga aloqasi bor. Tushundingizmi? O'sha gormonlar boshqaradi. Xo'p, uyqu bosqichlarining fazalari mana no REM uyqu fazasi. No REM nima edi? N1, N2, N3. To'ppa-to'g'ri. REM ko'z harakati. Ha? No REM ko'z harakatisiz. Polnisi siz uxlab qolgansiz, tepsa ham uyg'onmaydigan payt. Tushundingizmi? Jismoniy energiya tiklanadi, miya metabolizmi 25% dan 40% gacha kamaytiriladi. Ya'ni metabolizm deganda kislorodga bo'lgan talabi, energiyaga bo'lgan talabi pasayadi. Hozir sizlarda energiyaga bo'lgan talablaringiz kuchli. Chunki sizlar ilm olyapsizlar, bilim olyapsizlar. Aktiv metabolizm ketyapti. Endi trenirovkaga borsangiz, tanaga metabolizm ketadi. Tushundingizmi? Muskullarga metabolizm ketadi. Odam uxlaganda bo'lsa, shu metabolizmni pasaytirib beradi. Energiyadan foydalanmaydi. Tushundingizmi? Prosedural xotira bor. Bu nima degani? Bu avtomatik ong yuzaga keladi. Tushundingizmi? Eng asosiy ta'sirlari shunda. Xo'p, bu endi oxirgi tavsiyalar. Shungacha savol bo'lsa aytsalaringiz, men to'ldirib beraman. Keyin tavsiyalarni beraman. Yosh bolalar Ha. ular ham masalan qanaqadir shu 2 soat uxlashim kerak, u soat 1da uxladi, 10da uxladi, farqi yo'qmi? Odam uxlash farqimi? Ha, qarang, yosh bolalarda ham tushuntiraman, kattalarda ham tushuntiraman. Menga bunaqangi savol berishadi. Men 12:1da uxlayman deydi. Ertalab 6da turishim kerakmi deydi. Yoki masalan 2da uxladim. Ertalab men voqli 6da turishim kerakmi? Nima qilishim kerak degan ko'p savol berishadi. Uxlamagandan ko'ra uxlagan afzal. Tushunyapsiz-a? Ya'ni soat 2da uxlasangiz ham 7 soat uxlaganingiz ma'qul. Kunduzi bo'lsa ham. O'sha organizm uchun yaxshi. Chunki uyqu sizni kunduzgi aktivligingiz uchun emas faqatgina. Hozir mana nechta narsani aytdik? Mana qon tomir kasalliklari, metabolik, ruhiy buzilish, immunitet, tushunyapsizmi? Sizning immunitetingizga ham kerak. Sizni faqatgina ish unumdorligingiz, pul topishingiz yoki biznesingiz rivojlanishi uchun emas, organizm o'zi tirik qolish uchun ham kerak. Tushundingizmi? Organizm shunaqangi ishladiki, masalan, siz uyqudan qanchadir qismini olib qolsangiz, qo'pol qilayotganda urib qolsangiz, sizni boshqa joyingizdan urib qolaveradi. Tushundingizmi? Shunaqangi. Shuning uchun ham o'rtasini ushlash kerak. O'rtani ushlagan ma'qul. Shu vaqt intervalchi, mana misol kechqurun 10 dan 6 gacha emasda, kechqurun 3 dan bu 11 gacha bo'lsa, Ha, shuni aytayapman-ku. Ha, shuni aytayapman. Lekin mana yaxshimi? Uni
Xuddi shuni. Ikkinchi anamga tushib qolmaydimi o'sha dispanser? Yo, mana qarang, ilojingiz yo'q. Tushunyapsizmi? Siz misol uchun 3 ta uxladingizmi? 7-8 soat uxlab, soat 1 gacha uxlab olganingiz afzal. Tushundingiz-a? Buni doimiy takrorlash kasalligiga olib keladi keyin. Orada 3-4 marta, oyda 1-2 marta, 3-4 marta u bilmaydi organizm, sezmaydi. Sigaret chekishni boshlaganingizni ham birinchi bilmaysiz-ku, nojo'ya ta'sirini. Chekib yuraverasiz. Keyin oxirida уже taqaladi. Sekin yo'talishni boshlaysiz. Har xil narsalar paydo bo'ladi. O'rganishni boshlaysiz. Organizm ham tushunadi sizni. Ha, ishi bor ekanda deydi, ertasi kuni yana to'g'rilab ketaveradi. Lekin buni surunkali qilish yaxshi emas. Misol uchun hozirgi paytda meni oldimga ko'p keladi bitta mutaxassis. Logistika deydimi, Amerika bilan. Ha. Shunda ularda 12 soat, bizda 12 soat farq bor, juda katta muammo. Hali xuddi endi hali doktorlar haqqi yo'q-da. Misol uchun kasallik erini orqasidan bo'layotgan bo'lsa ajrashib keting deyishga, kasb orqali bo'lsa shuni tashlab yuboring deyishga unga haqqi yo'q hech kimni. Tushundingiz-a? Ya'ni tasavvur qiling, sartaroshda sochga asmasi bor. Biz aytamiz, "Oy, olmagin, asmang kuchayatsa, u bori yana olaveradi." Tushunyapsiz? Uni o'ziga biza tushuntirishga harakat qilamiz. Yo sog'liqni tanla, yo uyquni tanla. Shunaqa. Misol uchun bir xilgina aytadi. Men uchun menga nabarot doktor yaxshi deydi. 12-1 gacha aktivman. Men пожалуйста deymiz, bemalol. O'sha kunduzgi 7-8 soat uyqungizni to'g'rilab oling deyiladi. Lekin 80% uchun, normal holat uchun, umuman insoniyat uchun men boshida aytganimdek, men yana qaytarib beraman o'sha joyini. Mana bu sirkat ritmi. Bu hayvonot bilan insoniyatni men sizlarga ajratib berdim. Inson biz shunday yaralganmiz. Alloh taolo shunday yaratgan. Biz kunduzi aktivmiz, tunda esa passivmiz. Biz aytamiz, siz kunduzgi misol uchun 6 dan yoki soat 5-10 dan ishlaringizni rejasini qiling, hammasini. Kechki payt soat 7-8 gacha qiling, bemalol ulgurasiz. Nimaga kechqurun qilishingiz kerak? Kunduzi qilsa ham bo'ladi o'sha ishni. Faqat u yoqmaydi. Ya'ni odamlar aytadi, tinch muhit kerak, xotirjam bo'lish kerak. Menda shunda ilhom keladi. U boshqa narsa. Xullas, mana shu mexanizm. Xo'p, yana nima savol bor? Yosh bolalarda. Yosh bolalarning uyqusi juda katta ilm. Men qisqaroq sizga aytaman. Har bitta yoshda, oylikda, chaqaloqda oyligida uyqu vaqti o'zgarib ketaveradi. Misol uchun, chaqaloqlik vaqtida bola 22 soat uxlash kerak. Tushundingiz-a? Bola oyma-oy to'lgan sari uyqu vaqti kamayib boradi. Shulardan hozirgi endi 1 yoshligini aytaman. 1 yoshli adashmasam 16 soatgacha uxlaydi. Keyin 3-4 yoshdagilar 9-10 soat uxlash kerak. Maktab yoshidagi bolalar 7-8 soatga boradi. Yo'q, maktab yoshidagi ham 8-10 soat uxlash kerak. 6 yosh, 7 yoshliklar. Eng asosiy biz uyqu fazalariga o'tadigan bu 14 yoshlarda talab qiladi. Tushundingizmi? 7-8 soat. Qo'shsangiz bo'ladi. Qo'shsangiz bo'ladi. Bemalol. Shunaqa. Shaharda men sivilizatsiya kelgan joydan ko'ra sivilizatsiya yo'q joydagilar bizdan eng aniq to'g'ri yashayapti. Ha, xuddi shunday-da. Kun bilan birga uxlaydi, kun bilan birga turadi. Ha, xuddi shunday. Urbanizatsiyani nojo'ya ta'siri shunda-da, lekin boshqarsa bo'ladi. Boshqarish faqat shu ilm orqali bo'ladi-da. Bu narsani tushunib olsalaringiz, plan qilsalaringiz, uyqu muhimligini bilsalaringiz, buni qo'ysa bo'ladi. Bir narsaga odat qilish uchun kamida 21 kunlar tashkil qiladi. O'sha narsaga kurash vaqtini to'g'irlasalaringiz, o'sha ish bo'ladi baribir. Shunaqa. Odatga aylantirish. Keyin qanaqa savol? Kunduzgi uxlash o'shani qanaqa texnikasi bo'lgan yaxshi? Nima qilsa? O'shani qanaqa tartibga qilib olgan yaxshi? Kunduzgi tayyorlanib. Kep qolsa uxlaysiz. Uni u organizm o'zi ilmiy jihatdan so'ramoqchiman. mana qarang. Individual organizm o'zi tanlaydi. Tushunyapsiz? Misol uchun kimdir 3 soat, 4 soat kitob o'qib o'tirishi mumkin-da, umuman uyqusi kelmaydi. Kimdir 5 soat, 6 soat kompyuterda o'tiradi, uyqusi kelmaydi. Keyin uyqu kelib qoladi. Uni o'zingiz his qilishni boshlaysiz. Mana uyquga yotishda o'zini tartib qoidasi bor. Profilaktikasini tushuntirmoqchi edim hozir. Ya'ni siz qayerdan bilasiz o'zi odam uxlayotganligini desa, odam esnashni boshlaydi. Mana shu birinchi simptom shu. Esnashni his qilganingiz miya o'zi o'chyapti degani. Ya'ni pasayapti, unga shu narsa yoqmayapti. O'sha esnashdan bilsangiz bo'ladi. O'sha paytda joy topib 5-10 daqiqa ozgina yotib, bilasizmi nima?
Qaylula qilib uxlash ham shart emas. Ko'zingizni yumib tursangiz ham bo'ldi. Tashqaridan ma'lumot tushmasa bo'ldi. Quloqdan, hiddan, tushundingiz? Ko'zdan ma'lumot tushmasa bo'ldi. O'chsa bo'ldi. O'zi ancha tiniqib qoladi miya. Tushundingiz? Shunaqa. Ha. Xuddi shunday. Shuni tavsiya masalan o'rtacha ish bo'lsa yaxshi. Qaysi? 10-15 daqiqa o'zi uyg'onasiz. Ko'p tashkil qilmaydi u. Shunaqa. Endi ko'p bo'ladi. Yo'lga ketayotganda yumush. Ha, sho'pirlardan. Xuddi shu eng yaxshi yo'l to'g'ri. Ha. Shofyorlar shu bilan kurashadi-da. U bo'lmaydi u. Shunaqa. Yana nima savol bor? Birinchisida uyqu buzilishi deyildi-ku, o'sha 90 minutdan keyin buzilib, keyin uxlolmaydimi? Qaysi? Insomniyalar aytyapsizmi? Yo, insomniyalar sutishni uyqusi 3-4 soat bo'ladi xolos. O'shani ham uxlamadim deydi. Uxlamadim deydi. Ha. Bemorlarda uyqu buzilishining ikki xili bo'ladi-da. Bemor uxlaydi, uxlaganini bilmaydi. Tushundingiz? Lekin uxlaydi. Aytadi, o'sha miyasi ishlab turaveradi, u kasallik. Misol uchun, bu ruhiy, psixoemotsional kasalliklarda yuzaga keladi. Stresslarda ham turi bor. O'tkir stress, surunkali stresslar bor. O'tkir stress to'satdan bo'ladigan stresslar. O'lim, avariya ko'rib qoladi. Umrida ko'rmagan narsalar. Shu paytda kuchli stress oladi, miya aktivlashib qoladi. So'na olmasdan qoladi. Tushunlaringiz? Shunaqa. Surunkali stresslar bor. Misol uchun kimdadir kredit, qarz, nimadir muammo, oilasida kimdir kasal, o'ylab yuraveradi har kuni yoki o'zida bitta kasallik haqida shubha berilib qolgan. Shuni bir yillar davomida o'ylaydi, kechasi ham uyqusini faolligi yo'q. Shuna bo'lib qiynaladi. Natijada uyqu buzilaveradi. Uni klinik tashxislari bor. Misol depressiyaga tushib qoladi insonlar. Depressiya bu tushkun holat. Insondagi miyada serotoninlar miqdori tushib ketib qoladi. Obsessiya bo'ladi. Miyada o'y, fikr, xayollar aylanib qoladi. Obsessiv kompulsiv nevrozlar bor. U bitta ish harakatni doimiy qilib yuraveradi. Ya'ni qo'lni yuvadi, yana kelib yuvaveradi. Bitta cho'milib chiqadi, yana 10 marta cho'milib chiqadi. Shunaqangi turlari bor buning. U kasallik. Qanday? Yo'q. Endi bitta qo'lga ikki marta yuvadigan to'shakkasan bo'ladi. Ha, u boshqa narsa. Endi ish ko'pligidan. Ish ko'p. Shuni yozib olishim kerak, shuni nima qilish kerak. Shuni mana qilib qo'ying. Baribir uxlaydi. Yo'q, uxlaydi, ba'zan kuch bo'lib ketadi. Ha, shuni aytdim. Siz faqat uyqu bosqichilarini surib olasiz xolos. Uni siz boshqarasiz xolos, Uni siz oldindan planlashtirasiz. Ya'ni ertalab turdingiz, nima qilishingiz kerak? Yuz qo'lingizni yuvishingiz kerak, bolalarni bog'chaga jo'natishingiz kerak, keyin ishlarni qilishingiz kerak, tartib. Tartib bo'lmasa bo'lmaydi. Qaranglar, organizm hammasi tartibda. Keyin hozir mana quloqmaslik, stress dedingiz. Mana shunaqa stresslar bo'lmasdan ham quloqni yurish mumkin. Ha, u kasallik u. Ha, u keladi, misol uchun menda stress yo'q doktor deydi. Hamma narsam yaxshi, pulim ham yetarli. Miyada una o'y, fikr, xayol ham yo'q, bir qattiq nimalar olmaganman desa, bu kasallik qidiriladi. Bosh miya MRT qilinadi, EEG qilinadi, somnologiya degan yo'nalish bor bizda, uyquni o'rganadigan. Kechqurun boshingizga narsa kiydirib qo'yadi. Uni ko'riladi. Uyquni qaysi bosqichi buzilyapti? N1 mi, N2 mi, N3 mi? Keyin ularga mos bo'lgan dorilar beriladi. Dorilar u kasallik bo'ladi. Unga vrachga murojaat qilish kerak. Sabab yo'q. Doimiy bir hafta 10 kun takroriy bo'lsa, uni kasallik desangiz bo'ladi. Yo'q, doimiy emas. Bir xil payt bilasizmi, yangi ideya kelib qoladi-ku. Balki o'sha ideyani men qilib bormagunimgacha, misol bir haftadan bir xil miya to'xtamaydi. Yotdim, turdim, bo'ldi. O'sha narsani qo'llab, o'sha narsani o'ylayveradi. Bu norma, buni kasallik deyamiz. Buni kasallik emas, norma deysiz. Agar miyangiz ishlab ham shu narsani to'xtata olmasangiz, uni yengil o'zini dorilari bor. Uspakoyительный dorilar beriladi. Masalan, magniylar, yengil dorilar, melatonin bular gapirayotgandi, shunaqangi dorilar beriladi. Uyquni to'g'rilashdagi dori bu yechim emas. Ko'pchilik mana shu doriga suyanadi-da, doktor dori yozib bering deydi. Shunaqa.
Yana? Melatonin bo'yicha so'ramoqchi. Yo'q, melatoninni vaqtida ichib, keyin sразу yotmasa, bu ham yarim soatdan keyin o'sha kuchini yo'qotadi. Ha, shunaqa. Parchalanib ketadi-da melatonin. Melatonin normada hozir o'sha guideline deydi. Isbotlangan tibbiyot bo'yicha 50-55 yoshdan oshgan odamlarga tavsiya beriladi ichish. Doimiy ravishda yosh katta onaxon, otaxonlar bo'lsa berilaveradi. Ularda yosh kattalarda uyquni 5 soatga tushib qolishi, 4 soatga tushib qolishi ham bu norma hisoblanadi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Ha? Shuning uchun yosh kattalar birinchi ostanovkada bo'ladi, metroda bo'ladi. Shunaqa. Qaysi? Bormi? Shunaqa. Yosh kattalarga kelib, biz ham setib ko'rdik. Yana vaqtida yotib olmaslik bormi? Aniq qamalib qo'yilgan. Amerikan Shunday. cappuccino. Shunday. Cappuccino. Uchinchi fazasidan keyin. Ha. Yana hisoblayverasiz. O'zi o'sha bomdodga to'g'ri keladi. 4,5 soat. Xo'p, uyquni yaxshilash uchun amaliy tavsiyalar, nazariy emas. Uyqu jadvalini saqlash, o'zlaringiz uchun uyqu jadvalini yaratishlaringiz kerak. Ya'ni ertalab nechida turishda aniq vaqtini qo'yishlaringiz kerak. Misol uchun men 6 da turaman. Endi jadvalni yaratishda bunaqangi savol bo'ladi. Qanaqa qilib boshlaymiz deydi. Misol uchun men 1 da uxlayman deydi. Birdaniga 10 da uxlashi mumkinmi deydi. Yo'q, mumkin emas. Unaqa hech kim qila olmaydi. Uyquni yarim soatdan kamaytirib borish kerak. Ya'ni misol uchun soat 1 da uxlaysiz, erkin qo'yish kerak, miyani ham hammasini. Men 12:30 da uxlayman deyish kerak. Ertasi kuni 12:00, uni ertasiga 11:30, 11:00, 11, 10 xuddi shunaqa qilib, ha? Uyqu jadvalini yaratishingiz kerak. Uyg'onish jadvalini ham yaratishingiz kerak. Ya'ni ertalab soat 6 da bo'ldi. Men shugacha ish qilaman, sportimga boraman, o'qilaman, bu qilaman. Keyin bo'ldi. Shu vaqtda kelib joyimga yotishim kerak. Shu narsani yaratish kerak. Tiniq va qorong'i muhit yaratish. Ya'ni nima degani? O'sha shovqinlardan xolis bo'lish kerak joy. Xona harorati 18 gradusdan 20 gradusni tashkil etadi. Unga ahamiyat berish kerak. Havo shamollagan bo'lishi kerak. Ya'ni dim xonalardagi uyqu ham sifatli uyquga kirmaydi. Zaski ularga qachon so'rashdi. Tushundim. Men ekrandagina. Xo'p, uyqu jadvali bo'yicha kimda nima savol bor? To'g'rilash bo'yicha uyquni. Endi hozir nechta uxlayotgan bo'lsak, real vaqtlarni yozish kerak ekan. Ha, yozish kerak. Ha. Xuddi shunday. Uyqu jadvalini yaratishda yana bitta zo'r yo'li bor. Hayotlaringizga sportni qo'shinglar. Tana, mana miya muskullarni butun tanani o'chirish uchun ko'p energiya sarflaydi-da, melatonin ko'p ishlab chiqariladi. Siz organizmga yordam berishingiz uchun tanani charchatishingiz kerak. Ha? Uzoq vaqt yurish, yugurish va ozgina yuklamalar olish, suzish eng katta yordam beradi. Misol uchun kun oralatib borsalaringiz, bir kunda muskullar tiklanadi. Har kuni borish tavsiya berilmaydi. Ana shug'ullanganda ham katta mushaklar 2 kun dam olish kerak. Kichik muskullar 1 kun dam olish kerak deydi-ku. Xuddi shunaqa. Kun oralatib bitta sport qo'yib olish kerak. Sportga atiga 1,5-2 soat tashkil etish kerak. Uni ham tartibi bor. Soat 18:00 dan keyin sport mumkin emas. Tushunlaringiz? Ha. 18:00 dan keyin sportga borish mumkin emas. Endi juda boraman siz, shu 7-8 gacha endi ushlashingiz kerak-da, muvozanatni. Tushundingiz? Yo'q, mumkin emas. 9-10 da sport qilish mumkin emas. Siz battar qonda adrenalin, noradrenalin, kortizol, glutamat degan qo'zg'atuvchi gormonlar bor-da, uni faollashtirib berasiz unda. Tushundingiz? Yana uyqu ketib qoladi-da. Shu, ya'ni siz mexanizmi nima qilib bo'lsa ham tanani charchating. Oddiy gimnastika qilasizmi, sakrab turasizmi, yugurasizmi? Bu oddiy hamma har xilini tanlaydi. Misol uchun kimgadir boks yoqadi, kimgadir suzish yoqadi, kimgadir bodybuilding yoqadi, kimgadir stretching yoqadi. Uni o'zlaringiz tanlaysizlar. O'shani qilib odatga aylantirish kerak. Kun ora. Hozir sportchilar ko'pchilik o'sha 6-7 dan keyin sport qilish bilan. Ha, o'sha noto'g'ri-da. Nechida Soat 6-7 gacha shug'ullanib bo'lishingiz kerak. Misol uchun 7 dan zaldan chiqib ketishingiz kerak-da. 7da. Soat 7 da zaldan chiqib ketishingiz kerak. Shunaqa.
hech bo'lmaganda. Yaxshi vaqtchi. Ha? Eng yaxshi vaqtmi? Mana qarang, tanani uyg'otish uchun eng yaxshi vaqtlar o'sha tong yorishgandan keyin 7-8 yurish, boshqa narsa, xuddi shu. Endi tanaga massa olish uchun 3-4 dan keyin. Chunki kortizol soat 1 dan keyin eng cho'qqi fazasiga yetadi. 1 dan keyin. Musha yig'ish uchun boshqa. Har bitta sportning o'zining uyqu rejimi bor. Xuddi o'zini ovqatiga to'g'ri kelgandek-da. O'zi bilan eshituvdan oldingilar asrda namozdan keyin ishlarni yig'ishtirishgan. Ha. Xuddi shunday, sunnat o'zi. Biz endi ilm qilib chiroyli qilyapmiz xolos. Shunaqa. Ha? Mana misol o'rganib qo'yganman. 2:30 gacha chiqarib o'tiramanki, keyin uyqum kelishini qo'rqdim. Telefonga alohida to'xtalamiz. Bitta telefon bor mana. Hozir kelamiz unga. Hozirgi paytdagi u muammo yo'q. Xo'p, ikkinchisi kofein va alkogoldan saqlanish kerak. Xo'p, alkogol melatoninni parchalab tashlaydi. Tushunlaringizmi? Alkogolda 50 grammi ham, 100 grammi ham hosil bo'layotgan 0,3-0,4 milligram melatoninni bemalol parchalab tashlaydi. Uyquni hali belidan uradi desa ham bo'ladi. Kofein kechki paytga soat 4 dan keyin umuman kofein mahsulotlari ichish tavsiya berilmaydi. Buni tushuntirdim sizlarga. Hozirgi paytda eng katta muammo bu elektron qurilmalardan uzoq bo'lish. Elektron qurilmalar nima qiladi? Mana qorong'u tushganda melatonin hosil bo'ladi deya. Endi siz yorug'likka qarab tursangiz, melatonin qayerdan hosil bo'ladi? Hosil bo'lmaydi. Parchalanib ketaveradi. Biz biologik jismmiz. Insonni qo'li bilan yaratilmagan biologik jism. Unga qarab turib ishlashingiz kerak. Telefonga nima uchun qaramasligingizni tushunib olsangiz bo'ldi bu yerda. Kamida 1 soat telefonni cheklash kerak. Keyin telefonda tavsiya beriladiki, o'zingiz yashab turgan joydan boshqa joyga zaryadga qo'yish tavsiya beriladi. Chunki miyada kimdir telefon qilib qolishimga u narsa deb yana buziladi. Shuning uchun ham budilniklarni qo'yish tavsiya beriladi. Buni tushunlaringiz-a? Xo'p, jismoniy faollik va sog'lom ovqatlanish. Jismoniy faollikni men tushuntirib berdim, sportda qanaqa bo'lishini. Endi sog'lom ovqatlanish. Sog'lom ovqatlanishga alohida to'xtalish kerak. Kechqurun yeb yotsa nima bo'ladi, yemasdan yotsa nima bo'ladi? Shunga to'xtalsa o'zi hamma tushunib oladi. Mana bilinglar. Oshqozonga ovqat tushgandan keyin organizm bu achib qolmasligi uchun, o'zidan hali yot narsalarni ajratib chiqarmasligi uchun, o'zini himoya qilish uchun ham uni hazm qiladi. Hazm qilish uchun miya ishlab turish kerak. Miya faol bo'lib turish kerak. Chunki oshqozoncha faoliyati ham miya orqali boshqariladi. Misol uchun men misol keltirib beraman. Qattiq stress olganda kim ishtahasi ochilib ketgan? Battar yopiladi. Tushunamsiz? Hech narsa tomog'idan o'tmaydi. Lekin kafega, diskotekaga yo bir to'ylarga, bunaqangi bir bazmlarga kelsangiz ishtahangiz ochiladi. Xush kayfiyatda. Nimadan? Miya bilan bog'liq. Tushundingizmi? Shu buni asosi hisoblanadi. Kechki payt o'sha soat 6-7 dan keyin ovqatlanish tavsiya beriladi va uxlashdan oldin bir stakan qatiq bilan tugatish kerak. Tushundingizmi? U oshqozondagi mikroflorani yaxshilab beradi. Shunaqa. Bo'ldi, shundan keyin ovqatlanish kerak yo'q. Endi ovqatlanish deganda bitta narsani tushuninglar. Misol uchun 10-11 bo'ldi. Meva yesamchi, yo'ringlar, pожалуйста, bemalol. Ko'kat yeysizlarmi? U yengil hazm bo'ladigan narsalar bor. Yog'li ovqatlardan qochish kerak. Oqsilga boy bo'lgan mahsulotlardan qochish kerak. Oqsilga boy mahsulotlar bu go'shtli mahsulotlar. Yog'ni endi tushunasizlar uni. Chunki yog'ni parchalash uchun, oqsilni parchalash uchun organizm ko'p energiya sarflaydi. Go'sht yegan odam tez qariydi deydi. Bu rost narsa, chunki go'shtga katta energiya ketadi. Kim Xitoyga, Yaponiyaga yoki Koreyaga borgansizlar, ovqatini yeb ko'rgansizlar, masalan, halol ovqatlar bor, chindularda bir o'zining ovqatlari borda. Yeyasiz, to'ymaysiz. Men o'zimizda ham koreyskiy oshxonalar bor. Sinov uchun borsalaringiz bo'ladi. Halol go'sht, mol go'sht hammasi oldilaringizga qo'yadi. Guruch qo'yadi, o'tlarni qo'yadi, svejiy mol go'shtini qo'yadi. Yeysiz, chiqasiz, juda ham tezda hazm bo'lib ketadi. Tushundingizmi? U qiynalmaysiz uni. Yeb ham. Xuddi shunaqa. Mexanizmi nima? Ovqat yeb yotding, energiya sarflab yotaveradi, miya tinch dam olmaydi. Natijada siz aytgan narsani bermaydi. Uyqu muammolari bo'lsa, endi bu yoq shifokorga kelasiz. Shunaqa. Savol bo'lsa aytsalar, to'ldiramiz. Endi xonani qop-qorong'i qilish, Qancha qorong'i qilsa shuncha zo'r. Qop-qorong'i bo'lsa shuncha zo'r. Shunday.
nur o'tkazmaydi, qalin parda taqib qo'ydi. Ko'zga taqib olish hammasi shu bilan bog'liq. Metodlar yo'q. Anaqa farqi bor. Uxlash metodlari. Bor. Sanashmi? Bor. Fikriy bor, jismoniy bor. Jismoniysini aytaman. Birinchi o'sha nafas mashqi tavsiya beriladi. Uxlashdan oldin 10-15 daqiqa qilinadi bu narsa. 5 daqiqa davomida chuqur nafas olasiz. 5 daqiqa, ya'ni 5 daqiqa debman, uzr, 5 soniya. Hop. 5 soniya davomida chuqur nafas olasiz, 5 soniya ushlab turasiz. 5 soniya chiqarasiz. Tushundingizmi? Shunaqa qilib bir 10-15 minut trenirovka qilsangiz, o'sha yani kislorodni zo'r oladi, miya uyqu fazalarini to'g'rilaydi. Endi fikran deydigan bo'lsangiz, uni ham yo'li bor. Ko'zingizni yumib yotasiz, daraxtda bir chekkasi turibsiz, qush, tasavvurda o'rgatasiz. Qush turibdi, kabutar turibdi, shuni ushlamoqchi bo'laverasiz. Tushundingizmi? Ushlamoqchi bo'lasiz, lekin qochib ketaveradi. Ushlamoqchi bo'lasiz, qochib ketaveradi. Ha? Battar bo'lmaydi. Yo'q, battar bo'lmaydi. Shunday. Asab chiqib bertirib Shunday. Tushundingizmi? Yo'q. O'zi sekin-sekin Tomga kabutar qilib yo, chiqmaydi. Tushundingizmi? Bu aqliy bu. Ikkinchisi jismoniy. Shunaqa. Miya charchatadi ancha. Sanash. Sanash qiyinroq. Endi sanash ham yaxshi deydi, 100 gacha. Qachon 100 kelar ekan deb kutib olasiz, chunki u qush borib kelaveradi. Tushundingizmi? Qush boradi, yaqinlashaman desak, yana ketganingizda yana u keladi. Tushundingizmi? Mana shunaqa qilib ketaveradi, ha? Ha, endi o'sha uxlaganingiz bo'ladi. yosh bo'layotgan xonada bundan asfisheni yoqib qo'yiladi-yu, kechasi uyg'onsa qo'rqib. Uni qanaqa ziyon? Yo, mayli. Endi ziyon qilmaydi, lekin yosh bolani o'zi yotish tavsiya berilmaydi. Birinchidan, onani oldida yotish kerak. Uni ham o'zini yoshi bor, 2-3 yoshgacha yotsa bo'ladi. Eng yaxshi shu. Endi bolani o'zini ajratib qo'yganingizdan keyin iloji yo'q shunaqa narsalar qilasiz. Shunaqa. Ko'rishlar. Oldin tush ko'ramiz kerak. Men aytdim-ku, REM uyqu fazalarini gaplashdik-ku. Ko'zni harakati, ko'rgan, kechirganlaringiz hammasi o'ylab yotaveradi-da. Tushundingizmi? O'shani bilishingiz kerak. Uyqudan oldin siz agar mana shu telefon o'ynab, reliz ko'rib o'tsangiz, конечно, uyqu sifati buziladi. O'shani o'ylab yotaverasiz kechasi bilan. Yo'q, yomon-da. Qarang, elektron qurilmalar nimaga olib keladi? Miyaga nima salbiy, eng yomon salbiy tomoni insonga yuzaki tafakkur bor, chuqur tafakkur bor. Tushunarsiz? Yuzaki tafakkur bu ko'rgan narsa bitta-bitta idrok qilib ketaverasiz. Hozir ham ochiqni aytaman, yuzaki tafakkur ketyapti hammalaringizga. Agar kimdir borib shu slaydni ochib, tushundingizmi? Insomniya nima, disomniya nima, uyqu fazalari nima deb bundan ma'lumot qidirsa, bu chuqur tafakkur bo'ladi. Tushundingizmi? Yuzaki tafakkur har relizni ko'rganingizda ha deb ketaverasiz. Bunaqa qilish kerak, ertalab turish kerak ekan, yugurish kerak ekan, qachok bo'lish kerak ekan, o'qish kerak ekan, ilm olish kerak ekan deb yuzaki tafakkur ketaveradi. Chuqur tafakkurga o'tmaydi. Bitta relizni olib turib, ko'rib turib, misol uchun ertalab turib 1 soat yugurish shunchalik foyda deb 1 daqiqaligini siz o'rganib chiqsa chuqur tafakkur bo'ladi. Reelslarni ko'rganda inson chuqur tafakkur qila olmasdan qoladi. Yuzaki tafakkur qilishga o'tadi faqatgina. Keyin natijada chuqur tafakkur qiladiganlar boshqaradi. Kamroq ko'rgan Tushni ko'rish sizga bog'liq emas. U miyangiz faolligiga bog'liq. Ko'rvasda o'ngizda shu narsa bo'ladi. Ya uni men Buni o'ylamanglar. O'zi aytishadi-ku, odam tushida illi ko'rgan, qachondir ko'rgan narsasi takrorlanadi, illi ko'radigan narsasi ayon bo'ladi deydi-ku, rostmi? Endi uni men ilmiy asosini ko'rmaganman, to'g'risi. Biza mana aytayapman-ku, qarangda. Elizabeth Loftus. Uyqular, o'rganiladigan narsa bizada mana realniy ko'rinadigan narsalarda, shularga asoslanib aytiladi. Misol uchun deltani paydo bo'lishi, delta uyquda turgan odam hech qachon aktiv bo'lmaydi. Bu realniy narsa. Ko'z yumganingizda alfa berilmagan, alfa to'lqin paydo bo'lib, nimadir o'rganayotganingizda beta to'lqinlar paydo, shularga qarab aytiladi-da. Ilm bo'yicha shunaqa. Endi qolgani Qaysi bosqichda? nima? Tush REMda ko'rasiz. Keyin chuqur uyqu fazasida ham ko'riladi deyiladi hozirgi paytda. O'sha aytdimi, o'sha sikllarni aytayapman-ku. 90 daqiqa almashganda siz
nima qilasiz. Mana bu N3 eng oxirgi bosqichi uyg'onish bosqichiga to'g'ri keladi-da. Shunaqa. O'sha nima demoqchi bo'lgan narsamiz, o'sha yuzaki tafakkur ko'p ishlaydigan bo'lib qoladi. Telefon ko'p o'ynaydiganlarda chuqur tafakkur ishlamay qoladi, idrok kamayib ketib qoladi. Shu yomon. Shuning uchun ham o'chirib tashlagan yaxshi agar foydalanmasa. Sezgir odamlar biladi-ku, sanasiga uyg'onib ketadigan U ham shu, manada bitta narsani tushunish kerak. Insonning psixologiyasi hali to'liq o'rganib tugatilmagan. U qiyin ham masala. Uni sababini qidirish kerak-da. Misol o'z-o'zidan hech narsa bo'lmaydi. Misol o'sha inson qishloq sharoitiga olib borib qo'ysangiz ham shunaqa qilayotgan bo'lsa, bu yoqqa aktivniy urbanizatsiyaga olib qo'ysangiz ham shunaqa bo'layotgan bo'lsa, uni o'ylab ko'riladi-da. Shunaqa. Bu o'zlaringizga savol bo'lsa, bersalaringiz sekin-sekin yoritaveramiz yana. Umumiy savol ham bemalol. Minimal sog'liqqa zarar qilmaydigan uyqu vaqti. 7-8 soat hozir bularga. 7dan kam o'zi zarar qiladi. Shunaqa. Vaqtini o'zimiz taqsimlab olishimiz kerak. Shunaqa. Keyin uxlasa ham yana to'ymaydi yillar. Qaysi? 8 soat. Ish u kunduzgi ishi bilan bog'liq, qilgan ishi bilan bog'liq. Mana bitta tushuninglar, men sizlarga normal holatda tushuntirib beraman-da. Misol uchun, ertalab oxli turib, ishga borib, sport qilib, keyin kelib uxlaylar, bu yaxshi bo'laveradi. Manada biz hech qachon stressdan qochib qutula olmaymiz. Stress bilan yashaymiz. Kimdir stressor faktorlarga ustuvchiy turib bera oladi, kimdir turib bera olmaydi. Tushundingiz? Turib bergan odam dalshi yana ketaveradi, nimadir qilib. Turib bera olmaydigan odam pastga qarab yuraveradi. Shunaqa. Sizni uyqu sifatingiz zo'r bo'lishligi hammasi bu kunduzgi stressga tayyorlov, kunduzgi hayotga. Stressni ko'pchilik anaqa tushunib oladi-da, bu noto'g'ri anaqa yomon narsa deb o'ylaydi. Stress bor, fiziologik stress bor, patologik stress bor. Fiziologik stress siz o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadlar. Misol uchun, siz o'rganmoqchisiz, raqam yodlamoqchisiz, chempionatga bormoqchisiz. Bu fiziologik stress bu. Ertalab turishingiz ham, uyg'onishingiz ham, maqsadga erishishingiz bilan. Miyada shunday mexanizm bor, выполнение degan narsa bor, ya'ni bajarildi deydi. Tushundingizmi? U eng zo'r narsa shu. Bajarildi degan narsa shu. Dopamin shu darajada kuchli otadi, umringiz oxirigacha yetadi. Misol uchun, siz bir narsaga erishdingiz, bitta kompaniya ochaman dedingiz, shuni ochdingiz yoki bir muvaffaqiyatga erishdingiz. Shundan keyin mana boshlanib ketdi deydi biznesdagi. Shu narsa bilan bog'liq. Katta dopamin har safar turganingizda men shu ishni qilganman deysiz. Nimaga? Siz yillar davomida ishlab kelgansiz shu narsada. Raqam yodga borgansiz, unga bunga yalingansiz, ilm olgansiz, chetga chiqqansiz, bilim olgansiz, keyin bitta rezultat qildingiz. Bo'ldi. Siz kecha kunduz shu haqida aktivniy o'ylab yurasiz. Ortiqcha narsalar o'ylamaysizda. Shunaqa. Endi boyiga aytganingizdek, bitta ideyaga qo'llangan haftalab uyqu kelmaydi, o'sha o'ylayveradi, o'shanga natija qilsangiz, o'shanga yetganingiz, xuddi shunday. Shunday. Yengillaysiz-da. Hamma narsa yengillaydi. Faqat Uyquni adrenalin bilan nimasi bor? Nima? Aloqasi bormi? Ichishmi? Anaqa? Ha? Inson adrenalin oladi. Qarang, adrenalin uyqu gormonini parchalaydi. Uyqu gormoni adrenalinni parchalaydi. Tushundingizmi? Birgalikda o'rtoq bo'lib ishlashadi bular. Tushundingizmi? Kunduzi adrenalin, noradrenalin, kortizol ko'p, kechqurun kam. Tushundingizmi? Mana shunday bo'lib ishlaydi. Bitmagan ish ham ko'p yegan ekanmi? Ha. Fikr, o'sha stress, o'sha endi patologik stresslar, mana shunaqangi ishda, jamiyatda, oilada kelishmovchilik, yetishmovchiliklar, muammolar, tushundingizmi? Bu patologik stressga o'tib ketadi. Shunaqa. Stress boshqariladi xolos. Stress bu yo'q narsa, u qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Faqat boshqariladi, ong orqali boshqariladi, aql orqali boshqariladi, tartib orqali boshqariladi. Bo'ldi? Shuni o'qish kerak bo'ldi. Shu kontaktingizni beraman. Ya bo'ldi. Ya mayli. Boshqa narsa bilan Hali savol bor edi. Bemalol. Buzildi soat 3da kechasi. Kelmayapti. Nima qilish kerak? Turib ketish kerakmi? Yo, o'zingiz ishlaringizni qilib yuraverasiz. O baribir kunduzi kelganda yana uyqu keladi. O'sha paytda uxlab yetkazib olasiz. Shunchaki uni surunkaliga o'tkazib yormasligingiz kerak, xolos. Aytayman, bir oyda 3-4 marta uyqungiz buzilib, aeroportga borib keldi degani bu oyoq osmondan bo'lib ketdi degani emas u. Yana tiklab olaverasiz u narsani.
Misol uchun men aytdim-ku kasbda amerikaliklar ishlash. Bu yomon demoqchiman, tushunyapsizmi? Bu surunkali bo'ladi. Shunaqa qilib 3 oy ishlasin, tamom уже. Uni o'ziga keltirish juda qiyin masala-da. Buziladi-da. Ha, sen shunaqa aktivlik pasayadi, trenirovka qila olmaydi. Ishlaydiganlar davlatga borib ishlash kerak emas, to'g'rimi? Kun tunga. Ha, endi shuni tanlash kerak-da endi. Shunaqa. Endi uni doktor boshqara olmaydi uni. Shunaqa endi. Kechasi aktiv bo'lib kunduzi ko'p qo'yib, kechasi nima Bir genetik kasalliklar ham bor. Shunaqangi, unga biz hech narsa demaymiz. Misol uchun, kunduzgi aktivligingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman. Xotira o'zlashtirishda hamma yoq zo'rmi? Stress, unaqa depressiyaga tushib qolmayapsizmi? Yo'q, bo'ldi. Bemalol yuravering. Organizm o'zi tanlaydi. Oke, bu yerda mana shu kichkina remarka. Ha. Ko'pchiligi juda ham kamyob narsa aytsangiz, men shu ekanman degan fikr keladi. Ha. Genetik kasallik juda kam uchraydi. Ha, o'ta kam. 0.1. Kechasi aktiv bo'lganda просто odat bo'lib qolgan. Ha, shunaqa. Hozir ham o'ylayman, genetikani. Yo'q. Hayot, turmush tarzi. Uni asorati ancha yillardan keyin Ha, shunaqa. Keyin bildiradi. Ha, shunaqa. Hozir bilinmaydi, keyin sekin-sekin biladi. Organizm juda mukammal. U sizlar o'ylaganlaringizdan ko'ra yaxshi. U sizlarni organizm o'ylamanglar, bu muvaffaqiyatga erishadi, o'qiladi, o'qiladi, men shu uchunman deydi. Yo'q, o'ziga qo'yilgan zadacha bor. Shuni qilib yuradi har doim. Tushundingizmi? Hasan domlar anaqalarda ilmni tunda oladigan joylar bor. Tunda oladigan joylar, masalan, uxlashdan oldin olish kerak va qaysi paytda ilm olgan. Yo, ular menimcha o'sha anaqani nazarda tutadi. Men ko'pincha o'sha e'tibor beraman. Nimadir yodlamoqchi bo'lsangiz, shundan oling deydi. Bu bor narsa, chunki uyquni fazasini ham ko'rdingiz. Analiz sintez ko'p bo'ladi. Mana deklarativ xotirani tushuntirib berdim-ku. Nimadir o'zlashtirmoqchi bo'lsangiz, shu narsani olib, keyin o'sha kechqurun o'sha 3 dan keyin o'zi o'sha uyqu fazalariga to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Ular o'zi bodri bo'lib uyg'onadi. Ular ham misol uchun bittasi 3 da turadi, bittasi 3:30 da turadi. Albatta bitta fazasini bajaradi. Hazratimiz ham o'zi qaytarganlar-ku, uxlang degan. To'yib uxlash kerak odam. To'yib uxlasa bo'ladi. Manimcha boyga yetkazishga to'g'ri kelyapti. U bilan yo'qlamoqchi bo'lsang, kechqurun uxlashdan o'qiganda bo'ldi ishtamagicha uxla, ertalab o'shani yodla. Xuddi shunday, xuddi shunday. Shuni nazarda tutgan. Xuddi shunday. Kechasi turib o'qiganingdan keyin chalg'irmaysan, uxlaysan ertalab. To'g'ri. Punktuallik bo'ladi. Endi u odamlar punktuallik, hamma narsani vaqti-vaqtiga qo'yadigan. Shunaqa. Hop. Qiynadik sizni. Yo'q. Biz rozi.